Tartivelingan hayat. Roman. Abdori Mustafa Abdurahim. 1. bölüm. 25. qism. İhbar Yulduzning ismini chiqiribla yig'lab tashladi. Arslan Yulduz deganni anglab, yana hech nimani tushunmagan bo'lib, uningdan texmi ko'chilab so'radi. Uninggacha Mavlud sirtdagi varanchurangni anglab, ishxonasidan chiqqan bo'lib, Arslan bilan İhbarni ishxonasiga chaqirib, u ikkisiga qattiq tanbih berdi. Bo'libmi İhbarga. Bundan keyin yana mushundaq tetiqsiz qiliqlarni qilishib yursa, İhbarni ishdan bo'sh tuyitadiganligini dedi. İhbar Mavludga yalvurib, uningdan kechirim so'radi. Shundaqla bundan keyin hargiz bundaq ishning bo'lmaydiganligiga qayta va'da berib yenib chiqdi. Arslanma ham Mavluddan kechirim so'rab, İhbarning orqasidan chiqdi va uning qo'lini yetilgancha elib menib, uni mashina to'xtatish zaliga elib kelib, mashinaga chiqing, bu yerda paranglashayli deb, İhbarning unimig'inig'imi unimay, uni mashinaga chiqadi va ishning tafsilotini so'radi. İhbar qaytadan yig'lashga boshladi va Arslonga nursiz ko'zlarini tikib, siz Yulduz bilan yuritib turibmi, nemishqa men bilan aralashsiz? Ishqinglar bir-biringlarni shuncha yaxshi ko'rgandikin, nemishqa mening ko'nglim bilan o'ynaysiz? Nemishqa? U menga hamma gaplarni deb berdi. U sizni yaxshi ko'rdi ekan. Siz meni yaxshi ko'rdi ekansiz. Hatto uningga to'y taklifini qo'yib bo'psiz. Ishqinglar mush yil ichida to'y qilishga va'dalashgan turib, yana nemishqa men bilan tortishib yurasiz? Qaraganda ko'zingizga ichingiz pishganda ko'ngil ochadigan 3-chi shaxs ko'rinib qolgan o'xshamamdimi? Yolg'on. Hammasi yolg'on. Mening Yulduz bilan hech qanday munosabatim yo'q. U sizga yolg'on gap qildi. Agar meni sinab beqish uchun mushundaq yolg'on gaplarni to'qib chiqqan bo'lsangiz, o'yiningizni darhol to'xtating. Men unda qilgan odam emas. Ham unda qilmayman. Siz men biletdi. Mushundaq deydiğinizni burilib bilgan edim. Men sizga ishonmayman. Sizning men bilmaydigan yana nurg'un sirlaringiz bor. Hatto kutubxonangizda nima borligini so'rasam deb beramagan odam. Yana qaysi yuzingiz bilan men undaq qilmadim deyaldingiz, ha? Bo'ldi bas. Men endi gap qilguchi bo'lma. Men sizga hargiz ishonmayman. Men Yulduzga ishonaman. U degan mening qiyindishim. Meni hargiz aldamaydi. Bu yerda aldamchi bor deyilsa, u Yulduz emas, balki siz. İhbar Arslonga gap qilish fursati bermay, deydiganlarini deb mashinadan tushib, yig'lagan peti ketib qoldi. Arslan Yulduzdan nafratlandi. Shundaqla uning nemishqa bundaq qiladiganligini, uning zodi nemi suiqaslarning ko'yda yurayotganligini bilish uchun bugundan boshlab Yulduzning orqasiga tushib, shu ishlarning asli mohiyatini aniqlashni planladi. Arslan harakatga o'tishdan burun Nazila harakatga o'tib bo'lgan edi. Uy xizmatkori Maryam Nazilaning topilgani bo'yicha Yulduzning yo'q vaqtidan foydalanib, Nurxonning yeniga kirib, uningga yaqinlashishga urinib-atdi. Maryam nima desa, Nurxonning og'zidan yaxshi gap chiqmayotdi. Oxiri bo'lmay, u dachida o'ltirishliq Izzatxondan boshlab Nazilagacha ularning g'aybatini qilishga boshladi va o'zining yana bir gapni anglab qolganligini Nurxonga deganda, Nurxon davomlashtir deb chashlarini quliqidan kayniga ittirib qo'yib, butun diqqati bilan Maryamga qarab o'ltirdi. Bu qandaq ish desingiz, acha? Nazila degan bu xotin bilan meningmi faqatli xushim yo'q-tanga. Oldingi kuni ona bola ikkisining nima deyishganini anglab qoldim demaysiz. Ularchu Yulduzxon qizning gumon qilibdi-dek. U bizning oilaning odami emas. Akamning undaq bolasi bo'lmaydi. Men cho'qim uni oshkorlayman. Pat arda oshkorlandi deydi. Qizi xotin kim bu? Nazilami? Yulduzxon qiz menga shunday yaxshi muomala qiladi. Men u bakli yaxshi ko'raman Yulduzxon qizni. Haras, sizmi bak to'la-to'laydi demaysiz. Men musahradan kelgandan-a? Shunga sahralik oqchi, sahralik ko'kchi desa, mening mochig'im keladi ekan. Hay Izzat, Izzatxon xonimning o'rinda siz u oilaga bosh bo'lgan bo'lsangiz, gul-guliga keladi ekan asli.
Siz u jodugarlardek boshqalarga yomonlik o'ylamaysiz. Yaxshilik desa, mana men deb yugurib, mang'adagandek his qilman sizni. Men sizning hech nimadan qo'rqmas ro'yingizga hammadan bek kuyman, acha. Rastavatman. Maryam Nurxonni maqtab ko'k taqashtirib, Izzatxon bilan Nazilani tillab, past o'ringa tushirib, plani xeyli o'ngishliq meng'avatdi. Nurxon boyiqidan xeyli past qo'yga tushgan bo'lib, o'zini Esilzoda xonimlarda ko'rsatish uchun barg'an seri muloyimlashib ketib boradi. Maryam Nurxonning qarmoqqa elinganligini bilgandan keyin darhol Nazila topshirgan vazifani o'rindashning birinchi qadamini oldi. İkimizmi yaxshi tanışıp, acısınlardan bo'lib qoldik. Bundan keyin men qanday xohishingiz tushsa, birinchi bo'lib meni izlasangiz bo'ladi. Men u uyda siz va Yulduzxon qiz to'g'riliq bir yomon gapdan anglab qolsam, tunji bo'lib sizga yetkazib taray. Keyin Izzatxon degan qiyri o'lib, o'rniga siz chiqib qolsangiz, meni unutib qolmassiz, ha? Men bilib turibdiman. Yulduzxon qizni siz beqib cho'ng qilganligingiz uchun u sizga bekli amroq ekan. Agar o qiyri o'lsa, Yulduzxon qiz bir amallarni qilib, sizni cho'qim tajiga ayol xo'jayin qiladi. Oy anamay, soatga qaramay o'tiraveribdiman. Bugun doktorxonaga boradigan ishim bor edi. Anam og'ir og'riq bo'lib kelib, uni yo'qlab boqadekmi imkon bo'lmagan. Bugun Izzatxon xonim menga 1 soatlik ruxsat bergan. Biroq Nazila degan seri xara bugun uyga keladigan bekimdan bor edi, o'ylan tozitib mang deydi. Men Izzatxon bergan vaqtni qo'ldan berib qo'ysam, onamni endi ko'ramasligim mumkin. Agar men sirtqa cho'qim chiqqadim desam, o'rnimda ishladigan odamni tepib turib, ondan ketishim kerak ekan. Sizning burunqi mahallangizda soatlik xizmatga ehtiyojli bir ochsanglar bormidi? Bu mening o'rnimda 1 soat ishlab turib bersa, men ish haqini naqib bersam qandaq? Ish haqiga 200 yen beraman. Menga bir yordam qilingchi, jinim chiroyli qachaq. Bundaq ish degan sizning qo'lingizdan cho'qim keladi. Shu bahonada burunqi mahallangizdagi kishilarga o'zingizning boshqalarni ishga sola oladiganligingizni bildirib, hayvingizni ko'rsatib qo'ya olasiz. Nurxon Maryamni mundaqlar rad qilib etsa, uningdan foydaga erishamaydiganligiga ko'zi yetib, ma'qul bo'lish qaroriga keldi. Maryamning daydayga selishi xeyli oqqandek qiladi. U Maryamni uzutib qo'ymay turibla, mahallasidagi xotinlarning biriga telefon qilmoqchi bo'ldi. Biroq kimga telefon qilishni bilmay, oxiri Oyshamxon deydigan, Nurxonni faqatli ko'zga ilmaydigan shu xotin yodiga yetib, uningga telefon qilib, uni ishga buyurib, burun o'zini ko'zga ilmig'iniga numus qildirishni o'yladi. Lekin telefon xotirasida uning nomeri bo'lmaganligi uchun Pashaxondan so'raychi debla uningga telefon qilib, o'zining dachisining maynat bo'lib ketganligini, uy xizmatkorining bugun ishi chiqib qolganligini, 1 soat ishlab bersa 200 yen berdiganligini deb Oyshamxonning telefon nomerini so'radi. Biroq Pashaxon menda telefon nomeri yo'qdi. Men uningga yetkazib qo'yay. Adresini aytib bergin. Seni u yerda ko'rib hayron qolsin deb Nurxondan dachining adresini so'rab bilib olgandan keyin u ikkisi xo'shlashdi. Maryam ishning intayin tez ham pokiza butkunidan xush bo'lib, Nurxonga rahmat aytib, kashda o'zining esil nozik ne'matlarni olib kelib, rahmatini bildirishini deb qo'yib, umu chiqib ketdi. Va udul Nazilaning yeniga berib, bo'lgan ahvollarni ma'lum qildi. Nazila yaxshi bo'ldi deb, dachiga keladigan Nurxonning Oyshamxon degan qo'shnisini kutib, hech yerga bormay televizorni ochib qo'yib, xushal holda o'ltirdi. Pashaxon Nurxonning telefonini qo'yib aytgandan keyin Oyshamxonning uyi tarafga mengib bo'lib, taqqida to'xtab qoldi. Nemishqu 200 yenni Oysam degan dayus qirg'i o'tinib bergidekman. Bu nurakmi qiziqkan deyman. Mendek do'sti yanada tursa, meni o'ylashmay, natga bitbesib ketgan shaqiqini o'ylashibdi. U turayotgan dojini ajaba men ko'rib baqsam bo'lmamdikina? Yoki mendan numus qilamdiganda u qasqas. O, işte, nima qarim? Ish qilib mening bag'in. Mening hol kunim Oyishmaknikidan nachar. 200 yen topsam, bir hafta xayradigan tursam. Shunda qilaychi? Bo'ldi. Qanchınchi yo'lning ko'cha avtobusi bordiganligini so'rvamabman desa, asta qanday qilsam bo'la? Voy. Nimaga endish qilaman? Borsamla 200 yen topadigan tursam, taksi bilan bormaymi, ha? Voy, taksi, to'xtab tursizlar. Nurxon Pashaxonning bu yerga kelayotganidan bexabar, Oyshamxon kasimi o'zimni ko'rsatmay turay.
Satturmusun deb otxona tarafdan dachi tarafga o'tmay, uydan chiqmay yetib o'tadi. Pashaxonmi kep bo'ldi. U dachining oldiga kelib, atrofga qarab, og'zini kamardak echib, "Voy Nurak, sen mushundaq esil dachida turibmi? Meni biror qatim choy ichishga taklif qilmabsan" deganicha Nurxon bilan ko'rishib, uni hayron qoldirib o'tish uchun dachining eshigi oldiga maymoq dasab birdamdala kep bo'ldi. Maryam derazadan marlab turgan bo'lib, bir notanish ayolning atrofga qarab, tugman teshidak parqirab kelayotganini ko'rib, "Keldi" debla eshikni ochdi. Pashaxon Maryamga egilib turib salom qilayotgandan keyin Maryamning yo'l boshlashi bilan Nazilaning oldiga keldi. Maryam Nazilani tanishtirib o'tgandan keyin Pashaxonni boshlab uy ichini biror qur tanishtirib, tazliq uyidan bir chelak bilan 2 tal lunga ep chiqib, yerdagi pol, deraza, farfur buyumlari ishkabi degandek yerlarni bir boshdan aytib chiqsa bo'ladiganligini dedi. Pashaxon ma'qul deb Maryamga yana bir qatim rahmat aytib qo'yib, qo'liga lungini oldi. Nazilaning ko'zi Pashaxonda edi. Uning og'zidan qaysi yo'sinda gap elishni bilinmay turgan shu daqiqada Pashaxonning ko'tkut zuvoni o'zi echildi. Uyinglar bekli cho'nkan ha? Sizni choyonga o'xshatgan, qarasam bir optalla chiroyli ayol ekansiz emasmi? Sizning bu go'zalligingizda eringiz sizga kunda necha vaqt qarasam to'ymaydigandi ha? Sizning eringiz bektalaylikkan, sizdek go'zal xotini boykan, yana texib mushundaq esil dachida turdi ekansizlar. Nazila Pashaxonning gaplarini chidab turib angladi. Uning gaplarini savrchanlik bilan anglamasa, uning og'zidan gap olmasligi aniq edi. Shunga u chiroyiga saxta kulki yugurtib Pashaxonga: "Ho'y, rahmat acha, bekli maqtavatdingiz. Aras, kim sizga meni unda qo'rqinchli tasvirlab berdi? Nurxonmi yoki Yultuzmi?" "Voy, yomonligingizni u ishkisini deganini qanday bilib oldingiz? Ular menga sizni shunda qo'rqinchli narsalarga o'xshatib tasvirlab bergandi. Ilqi, nimati? Seriq chayon, seriq hara, yana seriq olvasdi. Oyey! Lekin siz Parizatning o'zi ekansiz emasmi singlim? Haras, haqam sayam Nurak ko'rinmaydi-ku. U qaysi hujrada turadi? Men chiqib yo'qlab kiray. U mening kelganimni bilmaydi. O boshqa bir aloqam qilmaydigan qo'shnisini tavsiya qilib menga telefon qildi ekan. 200 yil mening ko'timga usmagandan o'zimni barachi deb uni demayli keldim. Men degan uning 20 yillik qo'shnisi tursam, mendek yaqin odamga qo'lini sunmoqda yo'q, naytki bir xotinlarga haybamni ko'stiman deb chaqirib yurgani qiziq desa. Nazila Pashaxonning men 20 yillik qo'shnisi deganini anglab, omad o'zi oldimga kelibdi deb Pashaxonning og'zidan gap elish uchun oldi bilan Nurxonni uningga yomon qilib ko'rsatmasi bo'lmaydiganligini o'yladi va Pashaxonga yaqinlik kulimsirab turib: "Nurxon bu yerda turmaydi, sizga yolg'on gap qilibdi. Bu dachada faqat Yultuzli turadi. Uning nerda turadiganligini bilmaysiz-ku deyman ha. Uchu bizning otxonaning yendiki otbaqarning uyida vaqtliq turyotdi xolos. Anglasak uning uyining turbasi yerilib ketibdi ekan-ku. Shu yerni o'ngshab bo'silib ketdi. Lekin xeyli kunlar bo'ldi. Texicha o'ngshab bo'lamidimikin ha? Sizdek yaxshi do'sti batirib, nemish sizni aldaydi deyman ha? Ko'zimga shunday issiq ko'rindingiz bo'lmasa, buningdan keyin vaqtingiz bo'lsa kunda kelib 2 soat yordamlashib bering. Shaqingizga 100 yam bering." Pashaxon Nazilaning gaplarini anglab, Nurxonning o'zini oldig'ini uchun achchig'i keldi. Shundaqla Nazilaning o'ziga yaxshi muomala qilganidan xush bo'lib ketdi. Nazilaning Nurxon tasvirlab bergandek undaq aski, nachar ayol emasligini bilib, ko'zlarini chimchiqiltib qo'yib, bir nuqtaga tikildi. Nurak degan saharxanda yolg'onchi, mushundaq go'zal ayoli bor, qandoq bo'lib mening o'sha Alloh jiyanimga ko'z tashlab yursin? Yana kelib sen beshani yedigan nomussiz qiyri, o'zingni dajida turibman deb meni ko'ziga ilmay, bek cho'ng so'zlab ketib boratding. Halang tayinlik ekan-ku. Sen mendan sirlaringni yoshirgan ekansan. Undaqda men sening qandoq odam ekanligingni oldimdagi bu cho'qonga bir-birlab so'zlab beray.